Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 2026 yil avgust oyida sizlarga pensiyalar bo'yicha eng ko'p berilayotgan savollardan birini juda aniq tushuntirib beraman. Kim 300 ming so'm, kim 400 ming so'm, kim esa 700 ming so'mgacha qo'shimcha pul olishi mumkin. Bu mavzu har bir pensionerga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan odamga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarga va ota-onasining pensiyasini hisoblab yuradigan farzandlarga bevosita tegishli. Men bu videoda gapni aylantirmayman. Eng muhim narsa shuki, hamma bir xil qo'shimcha olmaydi. Hammaga 5-7 ming so'm qo'shilar ekan yoki faqat eng kam pensiya oladiganlarga berilar ekan degan gaplar ko'pincha noto'g'ri tushuncha keltirib chiqaradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga kim xavotir olishi kerak, kim hujjatini tekshirtirishi kerak, kim esa shunchaki avtomatik qayta hisob-kitob kutsa bo'lishini misollar bilan tushuntiraman. Agar kanalimga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki pensiya, nafaqa, ish staji, qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yangiliklarni oddiy, tushunarli tilda izohlab boraman. Avvalo, pensiya oshishi deganda ikki xil holatni ajratib olishimiz kerak. Birinchisi, davlat tomonidan pensiyalar miqdori umumiy oshirilishi, ya'ni indeksatsiya qilinishi. Bunda odatda pensiya oluvchilarning asosiy qismiga pensiya miqdori belgilangan foiz yoki belgilangan tartib bo'yicha oshiriladi. Ikkinchisi esa individual qayta hisob-kitob. Bu odamning ish staji, avval hisobga olinmagan ish davri, arxiv hujjati, bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat, zararli mehnat sharoiti, yuqori ish haqi bo'yicha ma'lumotlar topilganda bo'lishi mumkin. Oldin ko'p odamlar pensiya tayinlangandan keyin bo'ldi, endi shu summa umr bo'yi faqat umumiy oshirishga qarab o'zgaradi deb o'ylardi. Aslida unday emas. Agar sizda pensiya tayinlanayotgan paytda hisobga kirmay qolgan staj bo'lsa, ish haqi haqida to'liq ma'lumot bo'lmasa, arxivdan keyinroq tasdiq kelsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Mana shu joyda 300 ming, 420 ming yoki 770 ming so'mlik farqlar paydo bo'ladi. 2026 yil avgust bo'yicha muhim masala shuki, ko'pchilik pensionerlar umumiy oshirishdan tashqari o'z pensiya ishida mavjud ma'lumotlar to'liq va to'g'ri kiritilmaganini tekshirtirishi kerak bo'ladi. Chunki elektron bazalar kengaygani sari ayrim eski ish joylari, sobiq kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlari, kasalxona, maktab, bog'cha, harbiy qism yoki idoralardagi ish davrlari qayta aniqlanadi. Natijada bir kishiga oddiy indeksatsiya bo'yicha qo'shimcha chiqadi. Boshqa kishida esa staj yoki ish haqi ma'lumotlari to'g'rilangani uchun yanada kattaroq qo'shimcha yuzaga keladi. Men bu yerda muhim ogohlantirish beraman. Aniq yakuniy miqdor har doim rasmiy qaror. Pensiya jamg'armasi hisob-kitobi va har bir fuqaroning shaxsiy pensiya ishiga bog'liq. Ya'ni 300, 570 ming so'm degan raqamlarni hamma shuncha oladi deb emas. Qaysi toifadagi odamlarda shunday qo'shimcha chiqishi mumkin deb tushunish kerak. Endi birinchi toifadan boshlayman. 300 ming so'm atrofidagi qo'shimcha odatda pensiyasi nisbatan past yoki o'rtacha bo'lgan. Lekin katta staj qo'shimchasi chiqmaydigan odamlarda ko'proq uchraydi. Masalan, odamning pensiyasi ilgari 1 million 500 ming so'm bo'lgan bo'lsa, umumiy oshirish natijasida yoki minimal kafolat miqdori ko'tarilishi sababli uning qo'lga oladigan puli taxminan 300 ming so'mga ortishi mumkin. Birinchi misolni olaylik. Halima opa 64 yoshda. U umrining 24 yilini tikuv fabrikasida ishlagan, keyin bir necha yil uyda farzand tarbiyasi bilan bo'lgan. Pensiya tayinlanganda ish staji yetarli, lekin ish haqi unchalik yuqori bo'lmagan. Halima opaning pensiyasi 1 million 400 ming so'm atrofida edi. Agar 2026 yil avgustdagi umumiy oshirish va eng kam pensiya chegarasi ko'tarilishi uning pensiyasiga ta'sir qilsa, u 2-300 ming so'm atrofida qo'shimcha ko'rishi mumkin. Bu holatda qo'shimchaning sababi yangi hujjat topilgani emas, balki umumiy pensiya miqdorining qayta ko'tarilishidir. Ikkinchi misol. Karim aka 3 yil haydovchi bo'lib ishlagan, lekin ish haqining ayrim yillari bo'yicha ma'lumotlar to'liq emas. Pensiya hisoblashda o'sha yillarning hammasi maksimal foyda bermagan. Uning pensiyasi 1 million 700 ming so'm bo'lsa, umumiy oshirish unga 300 ming so'mga yaqin qo'shimcha berishi mumkin. Lekin Karim aka arxivdan yuqori ish haqi to'g'risida hujjat topsa, qo'shimcha bundan ham ko'proq bo'lishi ehtimoli bor. Uchinchi misol. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oila bor. Masalan, 2 farzand otasidan keyin pensiya olmoqda. Bunday holatda har bir oluvchiga emas,
pensiya turiga va oiladagi ulushlarga qarab hisob-kitob qilinadi. Shu sababli qo'shimcha summani eshitganda bizga ham to'liq 750 ming tushadi deb o'ylamaslik kerak. Ba'zan umumiy pensiya oshadi. Lekin u oila a'zolari o'rtasida taqsimlanganligi uchun har bir kishining qo'liga tegadigan qism kichikroq bo'ladi. Shu toifadagi oilalarda 300 ming so'm atrofidagi umumiy o'sish ko'proq uchrashi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz rasmiy ravishda tayinlangan, barcha hujjatlaringiz elektron bazada bor, stajingiz to'liq kiritilgan. Oxirgi yillarda pensiya jamg'armasiga borib ma'lumotlaringizni tekshirtirgan bo'lsangiz, umumiy oshirish bo'lsa, u odatda avtomatik qo'llanadi. Ya'ni siz har bir oshirish uchun alohida ariza yozishingiz shart bo'lmasligi mumkin. Lekin pensiya miqdoringiz juda past bo'lsa yoki men 35 yil ishlaganman, nega pensiyam kam degan savol sizni qiynasa, albatta tekshirtirish kerak. Endi ikkinchi toifa 1 ming so'm atrofidagi qo'shimcha. Bu ko'pincha ikki omil bir vaqtda ta'sir qilganda yuzaga keladi. Birinchisi umumiy indeksatsiya, ikkinchisi pensiya bazasida ilgari hisobga olinmagan yoki past baholangan ma'lumotning tuzatilishi. Ya'ni odam faqat oshirishdan emas, balki qayta hisob-kitobdan ham yutadi. Masalan, Dilshod aka 62 yoshda, u 1995 yildan 2005 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiya tayinlanganda ayrim yillar bo'yicha ish haqi ma'lumotlari arxivdan topilmagan. Natijada pensiya hisobida o'rtacha ish haqi pastroq chiqqan. Keyinchalik arxiv hujjati topildi va uning 1990-1995 yillardagi yuguriy ish haqi tasdiqlandi. Agar shu ma'lumot avgustdagi umumiy oshirish davriga yaqin qayta kiritilsa, pensiyasi 440 ming so'm yoki undan biroz ko'proq oshishi mumkin. Yana bir misol. Saodat opa maktabda 33 yil ishlagan. Pensiya tayinlanganda ayrim yillarda yarim stavka, ayrim yillarda to'liq stavka bo'lgan davrlar noto'g'ri kiritilgan. Natijada staj to'liq ko'rinmagan. U hujjatlarni tekshirtirganda maktab buyrug'i, mehnat daftarchasi va ish haqi qaydnomalari asosida qo'shimcha staj tasdiqlandi. Mana shunday holatda pensiya faqat umumiy oshmaydi, balki pensiya huquqi kuchayadi. Shuning uchun 1 ming so'mlik qo'shimcha real ko'rinishi mumkin. Bu toifaga yana kimlar kiradi? Birinchidan, mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin muhr-xira, korxona nomi o'zgargan, arxivga topshirilgan yoki tashkilot tugatilgan bo'lgan odamlar. Ikkinchidan, sobiq ittifoq davrida ishlagan, lekin hujjatlari turli viloyatlarda qolib ketgan pensionerlar. Uchinchidan, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlagan, lekin bu imtiyozli davr sifatida to'liq ko'rsatilmagan kishilar. To'rtinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan va qonunda belgilangan tartibda qayta hisoblash huquqi paydo bo'lgan fuqarolar. Ammo bu yerda ko'p uchraydigan xatoni alohida aytaman. Odamlar ba'zan qo'shnimga 4 ming qo'shilibdi. Menga ham shuncha qo'shilishi kerak deydi. Pensiya qo'shniga qarab hisoblanmaydi. Pensiya sizning ish stajingiz, ish haqingiz, pensiya turi tayinlangan sana hujjatlaringiz va amaldagi normativlarga qarab hisoblanadi. Bir mahallada yashagan ikki odamning pensiyasi ham butunlay boshqacha bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p e'tibor tortadigan raqamga kelamiz. 5-7 ming so'mgacha qo'shimcha. Bunday kattaroq qo'shimcha odatda pensiyasi nisbatan yuqoriroq bo'lgan, ish staji katta, ish haqi ko'rsatkichi yaxshi yoki hujjatlar to'ldirilgandan keyin pensiya bazasi sezilarli oshadigan fuqarolarda ko'proq uchraydi. Masalan, Rustam aka 40 yil ishlab pensiyaga chiqqan. U avval zavodda usta, keyin sex boshlig'i bo'lgan. Pensiya tayinlanayotganda faqat ayrim yillardagi maosh ma'lumoti olingan, lekin eng yuqori daromadli davrlar to'liq hisobga kirmagan. Keyin arxivdan 5 yillik ish haqi ma'lumotnomasi topildi. Agar bu ma'lumot pensiya hisobiga ijobiy ta'sir qilsa, umumiy oshirish bilan birga uning pensiyasi 5-7 ming so'mgacha ortishi mumkin. Yana bir holat. Tursunoy opa tibbiyot sohasida 38 yil ishlagan. U uzoq yillar tungi navbatchilik, ustama qo'shimcha to'lovlar olgan. Pensiya hisobida esa ayrim ustamalar ko'rinmagan yoki ish haqi ma'lumotnomasida to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar to'g'rilansa, uning o'rtacha ish haqi bazasi yuqorilaydi. Shunda umumiy oshirish ustiga qayta hisob-kitob qo'shilib, qo'shimcha 7 ming so'm atrofida chiqishi ehtimoli paydo bo'ladi. Lekin men tomoshabinlarga juda aniq aytaman. Ajalik 7 ming so'm degani hammaning pensiyasi shuncha pul qo'shiladi degani emas. Bu yuqoriroq qo'shimcha chiqishi mumkin bo'lgan holat. Ayniqsa staji katta, ish haqi yaxshi bo'lgan. Lekin hujjatlarda kamchilik bo'lgan odamlarda bunday natija ko'proq kuzatiladi.
Agar pensiya miqdori eng kam darajaga yaqin bo'lsa va qo'shimcha staj yoki yuqori ish haqi hujjati bo'lmasa, bejiz 70 ming so'mlik o'sishni kutish to'g'ri bo'lmaydi. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Ba'zi pensionerlar men bir yil ishlaganman, demak eng katta qo'shimcha menga tushadi deb o'ylaydi. Staj juda muhim, lekin pensiyada faqat staj emas, ish haqi bazasi ham muhim. Birdan yil past maosh bilan ishlagan odam bilan 3 yil yug'ori maosh bilan ishlagan odamning pensiya hisob-kitobi turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham hujjatlarni ko'rmasdan turib, sizga aniq behi 70 ming qo'shiladi deyish noto'g'ri. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Qaysi holatlarda odam kutgan qo'shimchasini olmasligi mumkin? Birinchi tuzoq pensiya turi. Yoshga do'yir pensiya, nogironlik pensiyasi va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bir xil hisoblanmaydi. Masalan, nogironlik pensiyasida nogironlik guruhi, ish staji, tibbiy mehnat ekspertiza qarorlari, qayta ko'rik muddati muhim bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa marhumning staji va oila a'zolari soni hisobga olinadi. Shuning uchun bir xil raqamni hamma pensiya turiga qo'llab bo'lmaydi. Ikkinchi tuzoq. Qo'shimcha pul doim ham birinchi oyda to'liq ko'rinmasligi mumkin. Agar qayta hisob-kitob avgust oyining o'rtasida tasdiqlansa, bank kartaga tushadigan pulda oylar kesimi, ushlab qo'linadigan yoki oldingi davr uchun qayta hisoblanadigan summa alohida ko'rinishi mumkin. Ba'zan odam menga kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida bir qismi keyingi to'lovga qo'shilgan bo'ladi yoki hujjat hali yakuniy tasdiqlanmagan bo'ladi. Uchinchi tuzoq arxiv hujjati. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lishi yaxshi. Lekin ayrim hollarda pensiya organi ish haqi yoki stajni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Ayniqsa eski korxonalar tugatilgan bo'lsa, nomi o'zgargan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olish vaqt talab qiladi. Agar fuqaro men ishlaganman, hamma biladi desa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya hisobida og'zaki gap emas, hujjat ishlaydi. 4-tuzoq norasmiy ish davrlari. Ko'pchilik bozorda, qurilishda, fermer xo'jaligida, xususiy sexda ishlagan, lekin rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmagan. Agar sug'urta badallari yoki rasmiy yozuvlar bo'lmasa, bu davrni pensiya stajiga qo'shish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun yoshlar ham hozirdan rasmiy ishlashning ahamiyatini tushunishi kerak. Bugungi norasmiy daromad ertangi pensiyada katta yo'qotish bo'lib qaytadi. 5-nozik jihat pensiyaga chiqqandan keyin ishlash. Ayrim fuqarolar pensiyaga chiqqandan keyin ham bir necha yil ishlaydi. Bu davr pensiyani qayta hisoblashda ta'sir qilishi mumkin, lekin u avtomatik har oyda o'zgaradi degani emas. Qonunda belgilangan tartib, muddat va shartlar bo'ladi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'zlarining keyingi ish davri pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishini pensiya jamg'armasidan aniqlashtirib olishi kerak. 6-nozik jihat. Bank kartadagi summa bilan tayinlangan pensiya miqdori farq qilishi mumkin. Masalan, aliment, qarzdorlik, kredit bo'yicha majburiy ushlov, ijro hujjatlari bo'lsa, kartaga tushgan pul kamroq ko'rinadi. Odam pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Lekin aslida oshgan, faqat ushlab qolish bor. Bunday holatda bankdan emas, avvalo pensiya to'lov varaqasi yoki pensiya jamg'armasidan ma'lumot olish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz 2026 yil avgustdagi pensiya qo'shimchalaridan to'g'ri foydalanmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda pensiya ishingizni tekshirib turing. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Hozir ko'p xizmatlar elektron tarzda ham ko'rsatiladi. Lekin eski hujjatlar masalasida ba'zan shaxsan borib maslahat olish foydali bo'ladi. O'zingiz bilan quyidagi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi arxiv hujjatlari, harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik holatida marhumning ish staji va oila tarkibini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov berish kerak bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga borganda umumiy gap aytmang. Menga qo'shimcha bormi deyishning o'zi yetarli emas. Aniq qilib shunday so'rang. Mening pensiya ishimda umumiy ish stajim necha yil deb kiritilgan? Qaysi yillar ish haqi hisobga olingan? Mehnat daftarchamdagi hamma yozuvlar bazada aks etganmi? Qo'shimcha arxiv hujjati olib kelsam, pensiyam qayta hisoblanadimi? Pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davrim hisobga olinadimi? Agar sizning ish joyingiz eski bo'lsa, masalan, sobiq zavod, kolxoz, sovxoz, trest qurilish boshqarmasi
yoki bir necha marta nomi o'zgargan tashkilot bo'lsa, arxivga so'rov yozishda korxonaning eski nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'lim yoki sex nomini ko'rsatishga harakat qiling. Men 1907 yildan 1994 yilgacha ishlaganman degan ma'lumot arxiv xodimlariga juda yordam beradi. Agar faqat men eski zavodda ishlaganman desangiz, hujjatni topish qiyinlashadi. Agar sizning pensiyangiz qo'shningiznikidan kam bo'lsa, darrov xafa bo'lmang. Avval hisob-kitob asosini ko'ring. Balki qo'shningizda ish haqi yuqori bo'lgan, balki staji to'liqroq, balki imtiyozli davri bor. Lekin aksincha, sizda ham hisobga kirmagan hujjat bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l taxmin qilish emas, rasmiy ma'lumotni tekshirish. Agar qayta hisob-kitob bo'yicha ariza yozsangiz, albatta arizangiz qabul qilinganligi haqida ro'yxat raqami yoki tasdiq oling. Hujjatlaringiz nusxasini o'zingizda saqlang. Asl hujjatlarni topshirishga to'g'ri kelsa, qaysi hujjat topshirilganini yozma qayd ettiring. Chunki eski mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomasi yo'qolib qolsa, uni tiklash yana ko'p vaqt oladi. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, og'zaki tortishuv bilan cheklanib qolmang. Yozma javob so'rang. Yozma javobda nima sababdan qayta hisoblash rad etilgani yoki qaysi hujjat yetishmayotgani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz yuqori turuvchi tashkilotga, tegishli idoraga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish imkoniga ega bo'lasiz. Har bir murojaat hujjat bilan bo'lsa, natijaga erishish osonroq bo'ladi. Demak, 2026 yil avgust oyidagi pensiya qo'shimchalari bo'yicha eng asosiy xulosa shuki, 300 ming so'm atrofidagi qo'shimcha ko'proq umumiy oshirish va past o'rtacha pensiya toifalarida ko'rinishi mumkin. Deltajin etdan 1000 so'm atrofidagi qo'shimcha umumiy oshirish bilan birga staj yoki ish haqi ma'lumotlari aniqlanganda yuzaga kelishi mumkin. 5 etdan 1000 so'mgacha qo'shimcha esa odatda staji katta. Ish haqi bazasi yuqori yoki hujjatlari to'g'rilangandan keyin pensiya hisob-kitobi sezilarli o'zgaradigan fuqarolarda uchrashi mumkin. Eng muhimi, mish-mishga ishonmang. Hammaga bir xil qo'shiladi degan gap ham noto'g'ri. Hech kimga qo'shilmaydi degan gap ham noto'g'ri. Har bir pensiya alohida hisob-kitob qilinadi. Sizning vazifangiz esa hujjatlaringiz to'liqmi, stajingiz to'g'ri kiritilganmi, ish haqi ma'lumotlaringiz hisobga olinganmi? Shuni vaqtida tekshirtirish. Agar sizning pensiyangiz bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya turi, taxminiy staj, hozirgi pensiya miqdori va qaysi yillarda ishlaganingizni yozsangiz, men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri hujjat ba'zan odamning pensiyasini o'yma-o'y sezilarli darajada oshirib berishi mumkin.